Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli qarindoshlar, Din ve Hayat namlı sohbet programımızga diqqat itibarыңlarni berginlarni qarshi olamiz. Programımızdaki bugungi bölümde hamkorlik ustida to'xtalamiz. Men qarindoshinglar Abulqosim Ahmadi, programımızın aziz mehmonlari Ustoz Ablahat Hajim O'chatli ve Ustoz Ablahat Hajim Uchqun bo'ladi. Bu ustozlarga qimmatli vaqtlarini taqdim qilganlik uchun rahmatimizni bildiramiz. Allah azza ve celle'den cheksiz ajr tilaymiz. Ustoz Ablahat Hajim O'chatli sizlar bu programımızda asasen şu hamkorlikning lug'at ve islah ma'nolarini tushuntirishdan boshlagan bo'lsalar, qani marhamat. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kefâ ve selamun ala ibadihillezîne istafâ emmâ ba'd. Rahmet. Endi İslamda hamkorlik haqida to'xtalishdan burun bu hamkorlikning lug'at ma'nosi va istilohiy ma'nolari haqida ozroq tushuncha bilib o'tish kerak. Hamkorlikning lug'at ma'nosi hamda bu vaqtdagi olimlarning ta'rif qilishiga asosan bir odam yana bir odamga yoki bir jamiyat yana bir jamiyatlar orasida yoki do'stlar orasida o'zaro hamkorlashish degan bo'ldi ekan. Endi islohiy ma'nosiga kelsak, islohiy ma'nosi yani Allah Teala'nınki razılıkını qo'lga keltirish yoki Allah'ınki mukofotini umid qilib haq ustida yordamlashish va haq yordam berish deb buni tanıtgan ekan. Endi Allah Teala cho'ng kichik, erkak kishi bütün mahluqotlarni o'zaro hamkorlashib yashaydigan bir tabiatda, yani o'zining fitratida bor bir tabiat yaratgan bo'lib, endi hech qanday bir maxluq yoki hech qanday bir inson masalan dunyodagi qiyinchilik yo qanday bir ishlar bo'lsin, buni o'z boshqalar bilan hamkorlashmasdan o'zi yolg'iz buni qilib ketish mumkin emas endi. Balki boshqalar bilan hamkorlashib yashashga muhtoj. Chunki o'zaro hamkorlash orqali har qanday bir ishni eng qisqa vaqt ichida eng az emgak bilan eng mukammal shaklda vujudga chiqarish imkoniyati tug'iladi. Jumladan Alloh taolo yani Qur'oni Karimda shar'iy xitoblarni ko'pincha yerlarda jamoiy yoki ko'plik shaklida xitob qilgan. Masalan, Alloh taoloninki ya ayyuhallazina amanu, yani ey mu'minlar, ya ayyuhan nas, ey insonlar, ya bani adam degan bu so'zlarmi, yani bu xitoblarni Qur'oni Karimda bir qancha yerda zikr qilinib o'tgan. Demek yuqoridagi masalan oyatga asosan bu oyatlarning ko'plik shaklda kelishi xitoblarning hammasininki masalan ko'pinchada ko'p shaklda kelishi bu o'zaro hamkorlikninki, birlik, barobarlikninki, ittifoqlikninki, Allohninki buyruqlarini va vajibatlarini ado qilishdimi nihoyatda muhim o'rinda turganligini bilib olamiz. Har qanday bir ishda hamkorlik bo'lsa, ish harakatga chiqadi. Shaxslar bo'lsin, jamiyatlar bo'lsin. Qur'oni Karimda shunga Alloh taolo ko'plik shaklda buyurganda bir-biringlar bilan bu ishlarni hamkorlashib turib pokiz ado qilib olinglar degan ishorat chiqqan. Nəhayət yaxşı onda olğanda bizim şu hamkorlikning Qur'oni Karimdan bo'lgan dalillari bilan bir tanışsaq, bir qanday dalillarni anglashaq, shunga bilan do'stlarimiz ochiqlashsa. Endi Qur'oni Karimga qaraydigan bo'lsak, bu hamkorlikning dalillari nəhayət ko'p hamda. Buning hammani zikr qilishma bu yerda vaqt bermaydi. Lekin Alloh taolo masalan Qur'oni Karimda Asr surasida "Vel asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu va amilus solihat va tawasaw bil haqq va tawasaw bis sabr." Bu yerda yani iman etgan, yaxshi amallarni qilgan, bir-biriga haq ustida tavsiya qilishgan, bir-biriga sabrni tavsiya qilishgan kishilar boshqa hamma odam zan ishida deydi. Yani bu oyat o'zi qisqa, lekin nihoyat katta ma'nolarni o'z ichiga olgan bir oyat bu sura. Endi bu yerdan endi bizga
tushunadiğimiz bir-birimizga haqni tavsiya qilish yoki yaxshilik va taqvodorlikda yordamlashishninki muhimligini bu oyatdan ko'rib olamiz. Yana Alloh taolo Qur'oni Karimda va ta'avanu 'alal birri vat taqvo va la ta'avanu 'alal ismi val udwan vattaqulloha innalloha shadidul iqob. Ya'ni yaxshi ishqa taqvodorlik yordamlashinglar, gunoh va zulmga yordamlashmanglar. Allohning azobidan qo'rqinglar. Allohning azobi cho haqiqatan qattiqdir deydi. Yani bu oyatda hamda Allah Teala bandalarini yaxshi ishlarni qilishga, yomon ishlarni tashlashga, o'zaro hamkorlashishga buyurdi. Nohaqchilikqa yordamlashishdan va gunoh harom qilingan ishlarga hamkorlashishdan to'saydi. Yana Alloh Teala Qur'oni Karimda vaf'alul xayra la'allakum tuflihun. Yani baxtga erishishinglar uchun yaxshi ishlarni qilinglar deydi. Yana Alloh Teala yana sura Taha'da وَجَعَلْنِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اُشْتُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكُ فِي أَمْرِي. Yani ya Allah, benim ailemden kardeşim Harun'u bana yardımcı kılıp bergen. O benim bir hemkarlık arkalık benimki şu beni tekimi küçültken onuğa beni şimdi şirk kılgan. Yani peygamberlikimde beni şirk kılgan. Davet işlerde hemkarlaşıdığın. Öz peygamberlik risalesini çok ada kılışta yardımcısını Allah Teala'nın tilgen. Allah Teala mı bununki nimisini çok duasını kabul kılgan. Bu haktan da bazı müfessirler Musa Aleyhisselam peygamberlik risalesini mesela en yaxşı şekilde ada kılış ve bu dinni en yaxşı şekilde yetkiziş üçün bana kardeşim Harun'un peygamberliği bana yardımcı kılıp versen degan de bunu müfessirler mi tefsir kılandı. Demek bu ayetten hem de mühim ve en katta ağır işlerini özara hemkarlaşmasın. Yani özara mesela birbirimizge yakınlaşıp da pidakarlık kılışıp mesela bir yere kilip cembe olmasın. Bunlar işlerin çoğu vücutga chiqishini mumkin emasligini bilib olish qilindi. Nağın hadislerden bo'lgan bir qancha dalillarni konuşsak. Endi bu vaqtda hamkorlik haqida kelgan hadislar bak ko'p endi. Bu yerda shu bir qancha hadisni zikr qilib o'tsak, Abu Hurayra radhiyallohu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet qilgan hadisda, mesela el-mu'minu lil-mu'mini kal-bulyan yashuddu ba'duhu ba'da. Yani müminge nispeten xuddi bir binaga o'xshaydi. Yani bir-biriga kelishib ketgan binoga o'xshaydi. Deb Allah Peygamber sallallohu alayhi vasallam barmoqlarini mana birisi-birisiga kelishtirgan endi. Yana bir hadisda Peygamber sallam musulmonning qarindoshi, u musulmon yani o'zining qarindoshiga zulm qilmaydi, uni dushmanga qaytarib bermaydi. Yani har qanday bir inson öz qarindoshiniki hojatini ravo qilsa, Alloh taolo uning hojatini ravo qildi. Har qanday bir inson yana bir qarindoshiniki mushaqqatini ko'tarib olsa, Alloh taolo uning mushaqqatini ko'tarib o'tadi. Kimiki musulmonning aybini yapadi ekan, Allohning qiyomat kuni uning aybini yapadi. Endi bu hadisdan uchuq qanday? Masalan, hammasi shu hamkorlikda undaydigan hadis. Yana bir hadisda Peygamber sallam unsur ahaka zaliman aw mazluman. Sahabeler ya Resulullah o zalim mazlum bo'lsa o yordam qilamiz. Endi zalim qanday yordam qilamiz deganda seninki uni shu ishni qilishdan to'sqanliging, uni yordam qilganliging bo'ldi dedi. Bu endi ma'naviy bir hamkorlik hisoblanadi. Yana bir hadisda Peygamber Aleyhisselam endi har qanday bir mu'min yani yana bir mü'mindeki dünyanın qiyinchiliklaridan birini ko'tarib olsa, Alloh taolo qiyomat kunicha uningki qiyomatning qiyinchiliklarini birini ko'tarib o'tadi. Uningki ishlarini osonlashtirib turadi. Alloh masalan uningga dunyo va oxiratda har qanday ishini osonlashtirib turadi. Kimiki bir musulmonning aybini yapsa, Alloh taolo uning aybini yapadi. Allah Teala yani insan mümin yeni bir qarindoshininkicha yardımcı bo'lsa, Allah Teala uningki qiyinchilik yardımcı bo'ldi deydi. Mushu hadislardan hamda hamkorlikning muhimligini tushunib yetalaymiz hamda. Hamkorlikning foydalarini aytib ko'p endi. Buni hammani bu qisqa arimida to'xtatib tugatib bo'lmaydi. Shunda adama bir qancha foydalar ustida to'xtalsak bo'lsak
Endi hamkorlikning foydalarini masalan bir qancha nuqta bilan nima qilish mumkin, xulosalash. Masalan, hamkorlik orqali jamiyatdagi har xil kishilarning mahoratidan foydalanishga bo'ladi. Masalan, mening bir mahoratim bo'lsa, sizning bir bo'lsa, bir yerga kelmasak, hamkorlarimiz uqmaymiz. Hammadan o'zini ishini qildi, boshqalardan foydalanishga bo'lmaydi. Ikkinchisi hamkorlik orqali masalan vaqt va emgak kuchini tejagili bo'ldi. To'rtinchi, hamkorlik orqali islomiy qarindoshlikning haqiqiy mohiyatini o'ttirib chiqarib namoyon qilg'ili bo'ldi. To'rtinchisi masalan hamkorlik orqali masalan bir inson yolg'iz qilib bo'lmaydigan, masalan bir inson o'zini chiqarmaydigan ishni 3-4 odam bir yerga kelsak, yoki qanchadan bir yerga kelsak, uni qilish imkoniyati asallashidir. Yani 5-ci mesele hamkorlik orqali masalan jamiyatdagi menmenchilik, hasad, pidomaslik deganga o'xshash har xil yomon illatlar yo'qolaydi, buni tugab ketadi. Yana eng muhimi 6-si hamkorlik orqali masalan inson yoki jamiyat yoki qanday bir tashkilot g'alaba qiladi. Bu eng bir ishningki vücutga chiqishi uchun eng muhim omil hamkorlik. G'alabaning muhim omili hamkorlik hisoblanadi. Endi 7-ci masalaga kelsak, omilga kelsak, foydaga hamkorlik endi iymonning mevasi va Alloh taolaninki yordamiga, Alloh taolaning bizga bo'lgan lutfi in'omiga erishishninki birdan-bir yo'li, ya'ni hamkorlik masalan. Boshqa hadislardan bor, masalan jamoatda bir yerga yig'ilsa, shuni Alloh taolaning rahmatiga yig'ildi deydigan nomini asan bo'ladi. 8-si endi boshqalar bilan hamkorlashib ish olib borgan odam har doim o'zini bunda baxtli his qildi. Men masallan qarindoshim bilan ish qilyapman, bu qalbimdan bilan qo'li kelyapti deb kundan-kunga o'zini baxtli his qilib, ya'ni o'zidagi boshqa qobiliyatlarni o'ttirib chiqarish uchun tirishadi. Bu orqali o'zining yolg'iz emasligini his qiladi. Atrofida hamkorlashgan do'stliklarning borligini bilgandan keyin uningga taxmin ruh qatiladi-da. Bu orqali yana cho'ng ijodiyatlar maydoniga keldi. 9-si masalan boshqalarning hamkorlashib ish olib borgan odam o'zicha ishonchi hosil bo'ldi. Men bu ishni qila olaman, agar bu ishni xatolashsam yoki yaxshi qilolmay qolsam, men boshqa birodarlarim bor, buni moyerdan to'g'rini ko'rsatib qilamiz deb maydonga chiqib o'zininki qobiliyatini ko'rsatishga tirishadi va ish qilishga undaydi. 10-si saylab o'tgandek hamkorlik orqali har qanday ish tez va eng mukammal shaklda az emgak kuchidan o'tirg'a chiqadi. Mana tushunish bo'ldi. Endi hamkorlikning bir qancha misollarni to'xtalsak, hamkorlikning shakllari, suratlari ko'p. Yana tushunishlik qilib. Endi hamkorlikning masalan misollarga kelsak, yuqorida o'tdik, endi hamkorlik qanday yaxshi ishga hamkorlashish dedik. Ulamolar endi hamkorlikni ikkiga bo'libdi. Taavun alal birri va taqvo, ya'ni taavun alal ismi udvan. Biri yaxshilikka hamkorlash, ya'ni biz gunoh ma'siyatga yordam berish. Gunoh ma'siyatga hamkorlashmaslik, ya'ni shundan tuzish hamkorlash. Bir endi yaxshilikka hamkorlashish. Ikkinchisi Umma o'xshash hamkorlashish, ya'ni yomon odamlar uchun. Masalan, biz yaxshi insonlar yaxshilik qilishga yordamlashimiz, hamkorlashimiz bu bir taavun. Yana boshqa yomon odamlarni o'zaro o'ziniki yomon g'arazlarini amalga oshirish uchun nima qildi? Hamkorlashib o'tdi. Endi bizning bu yaxshi ishlarningki misollarga kelsak, birinchisi masalan Alloh yo'lida jihad qilgan mujohidlarni nima qilish? Bunu retlab yo'lga solish. Birinchi muhim hamkorlik debdi. Ikkinchisi zulmga uchragan bo'lsa, bir inson uningki zulmni ko'tarib o'tish uchun hamkorlashish. Uchinchisi Alloh yo'lida mustahkam turishga, ya'ni bir qarindishimizga unga yordamlashish. Ya'ni o'zaro to'rtinchi o'zaro masalan din yo'lida, da'vat yo'lida hamkorlashish. 5-ci, mesela to'yg'alanmay qolgan
to'y eshigiga kelib qolgan bo'ytaqlar bo'lsa, qiz o'g'il bularninki tezroq masalan to'y qilib bir oila qurish uchun qo'limiz kelsa yarammish bo'lma yaxshi ishlarning qatoridan. Bundan keyin 7-si masalan talibul ilmi, ya'ni o'quvchilar bo'lsa, din tan u ayrilmaydi. Har qanday bir manfaatli ilm o'qiydiganlar bo'lsa, bunga yordamlashish. Aytaq shunda o'g'anda shu hamkorlikni yuqori tushundik. Yana ham biz hamkorlikni ijro qilishimiz uchun hamkorlikqa to'salg'i bo'ladigan omillar bilan bir tanishib olgan bo'lsak, qanday omillar hamkorlikqa to'salg'i bo'ladi, qanday ishlardan saqlanishimiz kerak? Bu vaqtda bir ma'lumot bersizlar. Endi bu masalan hamkorlikqa masalan to'salg'i bo'ladigan omillarni masalan bir qancha nuqta orqali xulosalash mumkin. Masalan bu endi bir insonda mana tarafbozlik sufati topilsa, bunday odam yaxshi ishlarga hamkorlashmaydi. Bu birinchi omil endi. Hamkorlikdan to'salg'i bo'ladigan. Ikkinchisi menmenchilik. Menmenchi odamma shu o'zidan o'ylaydi, o'zining ismi chiqishini o'ylaydi yoki o'zining qo'lidan ish chiqishini o'ylaydi. Bu menmench 2. 3 masalan o'ziningki dunyo yoki oila mashg'ulotlari bilan o'zining ishlari bilan mashg'ullab, boshqa umumning, dinning manfaati uchun vaqt ajratolmaslik. 4 raqobat. Raqobat bayadimi masalan bir jamiyat bilan yoki bir shaxs raqobatlashsa, ikkinchi bir odamning o'z ko'chilaydi, lekin uning yaxshi hamkorlashmaydi. 5-si manzabparastlik hamda. 6-si hasad. 7-si bu eng xatarlik masala boshqalarni yomon gumon qilish. Masalan jamiyat olsun, shaxs olsun, bir adam bir ish qilyapti. Onu masalan yaxshi ish ekanligini bilsakmi, yomon gumon qilib, bu g'ariza andamında yoki buning kaynida mundamda ish var deb hamkorlashmaslik. 8-omil mutakabbirlik endi. Kibr odam men degan nizam qila olmayman, hech kimga ehtiyojim yo'q deb shu o'zini ishini o'zi qildi, boshqa odam bilan hamkorlashmaydi. 9-omil hururlik. Shunday xulosalasak. Bu aytaq shundan oxirdan ham shu hamkorlikni undaydigan sabablar ustida to'xtalish bilan so'zimizni oxirlashtirsak, endi hamkorlashish uchun qaysi sabablarni qo'llanishimiz kerak, bu ruhni biz yetildirishimiz uchun? Endi masalan o'zaro hamkorlikni vujudga chiqishi yoki barpo bo'lish uchun cho'qim masalan insonlar o'tirisida eng avval nima bo'lishi kerak? Tushunch. Masalan, bir qancha inson bo'lsa, bir ish qilmoqchi, hamkorlashmoqchi, uni qilish uchun o'zaro ishonish, tushunish bo'lishi kerak ekan, tunishish bo'lishi kerak. Birinchi omil tunishish va tushunish bir-birini. Ikkinchisi bir musulmon, ya'ni yana bir musulmon qaynishininki uni o'zining usti bo'lgan haqqini bilib yetish. Ya'ni masalan mening ustimda sening haqlari borligini men bilishim yani. Onda vaqtda maqarnishimda haq va ma'noga yordamlashay degan gap an paydo bo'ldi. Üçüncü qilgan ishlarda masalan har qanday bir ish bo'lsa, faqat Allohdan savob ajr umid qilish. To'rtinchisi nimada jamiyatda yoki shaxslar o'tirisida jamoat fikrini qilish hamda kengaytirish. İnsanlarda masalan jamoat fikri va jamoatning muhimligi, jamoatsiz hech qanday bir g'alaba va natijaning qo'lga kelmaydiganligini tushunib yetganda hamkorlik ruhi yetiladi hamda. Bu nima qilish? 5-chi masala o'zi yashayotgan vaziyatni tushunish. Masalan, vaziyatni tushungandan keyin yoki jamiyatni bu chuqur u yerdagi vaziyat jamiyatdagi masalan qiyinchiliklarni, ba'zi kelishmovchiliklarni hal qilish uchun boshqa qarindoshlarimizga yordamlashish uchun bu avtomatik nima kildamdi. Fikr kildi, bu orqali bu masala hal bo'ldi. Endi 6-chi masala ya'ni qalbida kasal bor odam ab yuqorida o'tgandek yaxshi ishlarga yordamlashmaydi. Shu masalan qalbdagi hasad, chidamaslik,
kibir, o bu degende bütün yaman illetlerden kalbini tazaraşanlar. En mühimi bu. Yani bu haklılık hemkarlık ruhu itildi. Rahmet Allah razı olsun. Endi biz körümüz şu Facebook hazır jiqrab uyg'urlar qilinayotgan Undidar o naslda bazı davetçi qarindoshlarimiz chiqdi. Allah rahmet qilsin. Onun necha ko'plagan ergashkichilar bor. Bu davet bu hamkorlikdan yuqori deyilgandek sahalar jiqandi. Her sahalda biz mayli ibadet, davet qilish ishlar bo'lsin, tashkilot, jamiyatlarni rivojlantirish ishlari bo'lsin, bu hammasi hamkorlashgan qo'lga keladi. En aqal misal olsak, ba'zi shu qarindoshlarimiz binasini yozsa yaxshi ustozlar, uni bir hamkorlashib, uni qo'llab, ba'zi tanqidiy fikrlar olib berib, uni ro'yin ko'tardigan ishlar olib qilib hamkorlashgan qarindoshlarimizni ko'rdik. Bundan Allah razı olsun. Qisman qarindoshlar o'z binasi yozsa taqtin ijrolisi deb qo'ydi ekan. Ammo boshqalarninki shunday yaxshi yozilgan maqolalar bo'lsa, qat'iy uni taqib sanmaydi-da. Men hayron qoldim. Islom hamkorlik ro'yi qani? Acaba siz yozsangiz, sizning degingiz islom bo'ladi, boshqa ustozlarning yozgani islom bo'lmamdi, da'vat bo'lmamdi. Siz haqni taqtin meninkini deydi ekansiz, sizmi boshqa ustozlarninkini, sizning ayashkichlariniz jiqgan Facebookda undilarda adamlarınız jiqkan, unda sizim taqib qo'ygan boshqalarni hamkorlikning ajrini olasiz. Bu vaqtda shunga ham jamiyatimizda nurg'unlagan jamiyatlar, shaxslar va har xil tashkilotlar bor. Nurg'unlagan jamiyatlarda ko'rayotgan hamkorlik yaxshi ketib boradi. Bir jamiyat bilan bir jamiyatning odamlari, ustozlar o'zaro hamkorlashib, yaxshi ishlarni ijobiy natijalar qo'lga keldi. Afsusan ba'zi jamiyatlar bir-birlan hamkorlashishning o'rniga qarshilashib qoldigan, yuqorida degandek ba'zi shaxsat ustozlar bir ustozlar bilan hamkorlashmaydigan bunday ishlarni ko'ryapmiz. Bu vaqtda Abdulla Hojim o'zlari bir ma'lumotlarni bergan bo'lsalar. Rahmat. Bu hamkorlik haqida Abdulla Hojim ujratli ko'p yaxshi so'zlarni so'zladi. Endi bu hamkorlik masalasida ulamolar kishilarni to'rtga bo'libdi. Birincisi başkalarına yardım qiladigan, başkalarla hamkorlashadigan ve başkalarının onunla yardım berishini istaydigan. Yani yardım qiladigan, yardım qabul qiladigan adam. Bu normal kishi adetdendi. Başkalarına yardım mı qilsa, başkalarının yardımını qabul qilsa, bu adil kishi deyiladi. Bu normal yaxshi musulmon, yaxshi adam endi. İkincisi yardımını qabul qilmaydigan. Hech kimga yardım qilmaydigan. Bir kimning yardım qilishini istamaydi, bir kim bilan hamkorlashishni istamaydi. Boshqalar unga hamkorlashay desam, uni istamaydi. Bu odam cho'mdi deganda, bu odam hamda shukurmi qilinmaydigan, maqtag'alim bo'lmaydigan. Bu haliqa aynakdagi rasmga o'xshaydi deydi. Hech kimga bir foydasi yo'q. Baliqining, yani bu dunyoda mavjud baliqining bir nimasi yok, faydası yok hiç kimga. Üzgünmü faydası yok, başkalarının yok. Üçüncü bir kişi başkalardan yardım talep qiladigan, hamkorlikni talep qiladigan nayt yaxshi, ama hech kimga yardım qilmaydigan, hamkorlashmaydigan. Avay deyilganidek, hoy, taqib qo'yanglar, hamkorlashinglar deydi. Bu kişi o desa, bu dunyodagi eng pastkash kishi edi. Buni qancha so'ksa bo'ladi, endi maqtag'ila olmaydi bu odam. Bunun dostluğu, dost bo'lgan adamning baxtsizligi deb. Dost bo'luvchi kishining baxtsizligi. Dost jadvaldan patroq chiqadi. Bu kishi bilan do'stlab qilish bizning baxtsizligimiz demak. O'z atrofida qo'llaydigan odamlarga erishganga qadar ustozlar bilan, do'stlar bilan yaxshi hamkorlashadigan, kichikina qo'llashga erishib oldimi, hammani unutib ketadigan, tuzkorlik endi. Shunga bu yerda bu programmamizning maqsad o'sha illatlarimizni tugitib do'stlar bilan qaytadan har bir do'stimiz o'ziga bir nazar solib chiqsa, inshaalloh bu illatlarni Dördüncüsü başkalarına yardım beradigan, her zaman başkaları bilan hamkorlashadigan, ama hech kimning unga yardım qilishini istamaydigan. Hamkorlik talab qilmaydigan. Hamkorlik qiladigan, başkalarına yardım beradigan, yardım talab qilmaydigan kishi. Buna isil fazilatli kishi. Bu kishilar hozirgi zamonimizda bek az tepeladi.
Endi şu 4 kategoriyani o'tirimizni qo'yib turib, hammadan o'zi bir hisoblashib baqsam. Bizmi shu. Menda endi bir gapni eskartish kerak. Endi biz menda so'zlayotgan bo'lsak, bu fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Yani zikr qilish, yodlantirish, xotirlatish musulmonlar, mu'min musulmonlarga foydaliq deyilgan Allah'ın buyrug'i bo'lganligi uchun bu so'zlar bu yerda qilinadi. Bu yerda so'zlashdan maqsad biz pak, biz bosqichni o'tab bo'lgan demak emas. Bizmi shuning so'zlayotganlarmi o'zimizning so'ziga nasihatiga o'zimiz muhtoj demakchi. Endi buning islohotda o'zimizdan boshlash kerak va boshqalarni shunga da'vat qilish kerakdir. Yani bizmi şunun işide buluş şartı bilen bütün buraderler özlerinin şu kategoriyanın kasıqı kirdiğanlıqını. Birincisi yardım alıdığan, yardım berdiğan. İkincisi yardımı almaydiğan, yardımı vermeydiğan. Bu dünyada mevcutluğunun içinde eser yok. Üçüncüsü yardım alıdığan, o yardım vermeydiğan. Bu peskeşlik. Dördüncüsü isil fazilet olsa yardım berdiğan, yardım tanaqılmaydiğan. Şizlik. Endi Abdurrazak Karim'nin, Abdullah Hocam Ucatlı'nın ki bu yardım hemkarlık hakkındaki sözlerini tuluqlaş yüzüstün yani 2-3 gap qilmoqchi. Bu başka nimaga sözge kirishdim burun. Endi Allah Teala bizni sınaq uchun yaratdi. Biz hemmimiz onu bilimiz. Kur'an-ı Kerim'de "Ellezî halaqal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsanu amela." Yani bizim qaysimiz yaxshi amal qila olamiz. Shuni sinamoq uchun Alloh taolo bizni yaratdi. Endi Alloh taoloninki mushu bizni bandalarni sinash nuqtasini agar bir nima qildik, yaxshi tadqiq qilib, inchikilab ko'rib chiqadigan bo'lsak, insonninki asosliq sinalmoqchi bo'lgan masalasi, asosliq sınaq nuqtası şu biri Allah'a bo'lgan ixlos. Sen sınamoqchi Alloh taolo. Çünkü Kur'an-ı Kerim, hadis, aş bütün amel ibadetlerinin ki xulasını yığıp ekersak, Allah Teala'nın ki en güçlük, en bek ehmiyet berdiğan, en bizni çağırdığan bir mühim noktası Allah'a bo'lgan ixlosimiz. İkincisi şu dese, bendiler oturusudaki hemkarlık. Cemaatçilik, birlik, birlikten ibaret. Yani bizninki yaratılışımızdaki maksat sınaq, sınaqdaki maksat Allah'a bo'lgan ixlosimiz bilan bandalar o'tirisidagi hamkorlik. Allah'a bo'lgan ixlosimizni ko'rsatish uchun nima qilish kerak? Bandalar o'tirisida cho'qim hamkorlik bo'lishi kerak. Masalan, namozni yolg'iz o'qisak bir savab, cemaat bilan o'qisak 27 qatim namoz o'qiganga boradi. Kesel yo'qlang dedi, onu qilmang dedi, mani qilmang dedi, satkap qilmang dedi, boshqalarga zulm qilmang dedi, boshqalarni kechiring dedi, savr qiling dedi, hamkorlashing dedi. Bu hadislardagi bütün xulosani yig'ib akarsak, masalan hadisda "Men lam yahtam bi amril muslimin falaysa min." Musulmonlarning ishiga ahamiyat bermagan kishi nima? Ularning emas. Musulmonlarning emas demak bu xatarli bir gap aslında. Musulmonlarning ishiga ahamiyat bermagan kishi musulmon bo'lmasa, endi o adamning men musulmon deb yurgani bekarganga. Onundaki la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. O'zi uchun yaxshi ko'rgan binasini boshqa musulmon birodar uchun yaxshi ko'rmaguncha bu odam musulmon emas dedi. Bu nima? Bu shu boshqalar bilan hamkorlash demak. Ondan boshqa ashu g'azab qilma, achchiqlanma, kechirvat, afu qil. Bu buyruklar bek çıkan bunu dep kelsek gap uzarıp gidiyordu. Şu buyruklarının ki İslam dininin en köp, yani Peygamber Aleyhisselam'ın en köp bizge nasihat kılgan nasihatleri, Kur'an-ı Kerim'in bizne en köp toskan tosaklarını hulasılep netice kelsek, bendiler oturusudaki münasibetinin yaxşılış tarafıga ündeydi Kur'an-ı Kerim hadis. İnsanlar oturusudaki münasibetinin buzuluşu ve hemkarlıkның buzuluşunu tosaydı. Hulası gap bu. Yani şu noktaya eğer biz özümüzge asas kıldığan bolsak, zaten hemkarlık degen İslam dininin en mühim asaslarından biri. Demek hemkarlık olmayan yerde İslam dini yok. İslam dininin mevcut bulup duruşu için ne lazım? Hemkarlıkla buluşu lazım. Hemkarlık olmayı durup o
başqa har qancha da'vo qilayli, o bak saga o'tirmaydi demekçendi. Hamkorlik degan shuning bilan bir mu'min musulmonning asosli sifatlaridan biri. Agar bir insonda halqidek hamkorlashish sifati bo'lmasa, bu odamda musulmonlikning asosli sifatlaridan biri kam bo'lib qolgan bo'ladi. Yana bir hamkorlik degan bir hayotdagi bir ulamoning gapidamdi. Hamkorlik degan bir dag'dam yo'l debdi. Hayotda sen g'alaba qilmoqchi bo'lsang, dunyoliqing va oxiratlik uchun sening shu dag'dam yo'lda mangishing lozim. Sen o dag'dam yo'lda mangmay, ya'ni hamkorlik yo'lida mangmay, boshqa bir yo'lni tanlagan chog'ning bo'ldi. Sen dag'dam yo'ldan chiqib ketding. Yo'l yo'q. Elqi tog' bayovollar, tog' davallarda, çöl bayavallarda yol yürgenge o'xshaysa deydi. Hamkorlik dag'dam yo'lidan chiqib ketgandan keyin yo'lsiz qolding. Shuning bilan hayoting nihoyat qiyin bir ahvol qoldi. Hem bu dunyoda mag'lub bo'lasan, hem oxiratda mag'lub bo'lasan demoqchi. Hani yana birisi Allah Teala bütün mahlukatlarının tabiatiga, Abdurrazzaq Abdullah azroq ta'kidlab ketdi. Tabiatiga bu hamkorlik fitratini singdirib o'tganda endi. Masalan biz atrofimizdagi shu insonlar emas, hayvonlarga nazar soladigan bo'lsak, mayli quruqlikdagi cho'ng hayvonlar bo'lsin, osmondagi uchoqlar, dengizdagi suv hayvonlari, hatto cho'mila, qurt qo'ng'azining bir-birisi bilan qilib ketgan hamkorliklarni haliqa televizorda hayvon haqida beradigan programmalarni ba'zi izlab qolamiz, ixtiyorsiz holda. Shu kichik cho'milaninki, kichik qurt qo'ng'azining şu hayatta qilish uchun, ya yemek içmek tapmak uchun, düşmaniga taqobil turmak uchun qilayotgan harakatlari insonni haqiqatan hayron qoldiradigan harakatlar. Bir-birisi bilan shunda kuchli holda hamkorlik va shu kichik hasharotning, kichik hayvonlarninki. Unda bo'lgan yerda biz insonlarninki albatta hamkorlik bilan bir-birimiz bilan qo'l-qo'lga bergan holda yashashimiz lozim. İkincisi ondan sırt bulatma, yani bizimki Uygur Müslümanlarında, başka bütün dünya Müslümanlarının birbirleriyle hemkarlışı lazım. Ama bulatmama Uygur Müslümanlarının işledeki şu dini sahada okuş bütü geldiler, öz ara Allah'ıyla hemkarlışı doğru kıldı. Yani biz etrafımızdaki dini cemaatler olsun, başka siyasi partiler olsun, kim olsun, şularninki öz arasındaki g'albilari, mag'lubiyatini surishtirib bir xulosalaydigan bo'lsak, qanday partiya, qanday jamoat, qanday bir birlik ichida hamkorlik kuchli bo'lsa, shular olg'a ilgirlaydi, g'alaba qilib kelyapti. Turkiyadagi mayli tutqan yo'li xato olsun, to'g'ri olsun, u ayrim bir mesele. Mesela Nur cemaati deyli, o Mahmudçılar deyli, Süleymançılar deyli, aşularının öz arasındaki şu cemaatlerge erişivatkan kişilerinin öz arasındaki birbirliği boğan sevgisi, muhabbeti, ihlası, o öz ara özünki gayesine qaratılgan hizmetleri, fidakarlıkları, hemkarlıklarına sürüştürürsek, biz üzümüzge ama Uygur Müslümanları işideki kişiler optimistiki münasebetleri seliştirsek insan hıcırlap kaldığın neticeler ortaya çıkıyor. Bizden mi? Madem ki bizninki hazırki ahvalimiz hemimizge məlumluq, bu ahvaldan kurtuluş ve Allah Teala'nın aldıdaki bizninki vazifemizni ve borcumuzni ada qilishimiz için birden bir çıkış yolu biz için hemkarlıktan ibaret. Yani onun için bizninki bütün buraderlerimizge birden bir sözleydiğen nasihatimiz yüzümüzden koşup yani şu hemkarlık işine Allah'ıyla ehemmiyet vermesek bizim Müslümanlığımız tutup olmaydıken onun için hemkarlık Allah'ıyla ehemmiyet verişimiz lazım. Hemkarlık degen medeniyet depti, hemkarlık degen ilgirleştin ibaret depti, hemkarlık degen güç. Yeni kelip bu en mühimi taavunu alel birri ve taqva da Kur'an'da aşkar kelgenken Allah Teala'nın bir vasıta bizge kılınan buyruk. Bu buyrukla ada qilish her qanda men musulman, men mu'min degan kishiga vacip, farz. Bundan boshqa qilib bo'lmaydi. Rahmat, Allah razı olsun. Sizin qo'shimcha qilgan gap so'zlar bo'lmasa, sizni bu yerda oxirlashtirsak, hurmatli qarindoshlar, programmamizni bu yerda oxirlashtiramiz. Qimmatli vaqtinglarni berganlarga rahmatimizni bildiramiz. Shundan bilan birga bu programmani suratga elib, torlarda qo'yib,
xizmat qilib kelayotgan qarindoshimiz Adiljonga ko'p rahmat aytamiz. Har biringlar bilan qayta uchrashishlik xo'shlashimiz. Allohga omonat, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.